Azgın o tüpegim ağrıdı. Şifa tapdım. Belimni ko'tarolmas edim, og'rirdi, ishlar qilolmas edim. Oyoqlarimda og'riq bo'layotgandi. Hozir yaxshi og'riqlarim yo'q endi. Xalq tabobati asosasidan sertifikatimiz bor. Azgın o tüpegim ağrıdı. O'shanga murojaaga keldim. Xudoga shukr yaxshiman. Orpagaga ham rahmat. Tanlar sog' bo'lsin. Shifo topdim. Xudoga shukr, rahmat. Men Gulbahorman. Belimni ko'tarolmas edim, og'rirdi, ishlar qilolmas edim. Mana hozir qadlarimni ko'tarib, ishlarni ham bemalol qilyapman. Baraka topsinlar. Yaxshiman. Men Zulfumonman. Shu o'ng tomon oyog'imni bosolmay qoldim, oyoqlarimda og'riq bo'layotgandi. Yo'q, mana o'sha muolajadan keyin hozir yaxshi og'riqlarim yo'q endi. Yaxshiman. Aziz yurtdoshlar, men ismim Olibjon Abilov Shokirov. Ruhiy tabobat bilan shug'ullanaman. Mana bemorlarimiz qabulimizda. Ozmi ko'pmi qo'limizda dardmandaga malham bo'lib turibmiz. Buning uchun Allohga shukr qilamiz. Bemorlar bo'lsa murojaat qilishi mumkin. Oshqozon yarasi bo'ladimi, kista bo'ladimi, befarzandmi, detskiy matka bo'lishi mumkin. Gaynaliklarni ham davolaymiz. Bitta tanada bir nechta kasallikni davolash qo'limizdan keladi. Qo'limizdan kelgancha xalqimiz insonlarga yordamimiz tegib turibdi. Murojaat qiladiganlar bo'lsa, yordam beramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shifo Allohdan, banda sababchi. Mana shular ham kelib bemorlar davo toptirishibdi. Xalq duosini olib turibmiz. Xalq tabobati asosasidan sertifikatimiz bor.